Salam qadirli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Bugun biz savol va munozara qismi bo'yicha oila, ya'ni nikoh ustida bir qatim tahlil qilib o'taylik degan qarash bilan bu mazmunni boshlab o'tamiz. Bu qatimqi programmamizda ya'ni biz bir qism qarindoshlar bilan paranglish jarayonida o'zlarining masalalari, o'ylaganlari ustida biz paranglashgan, ham shularni bir yig'ib ekilib aile, Xudoning nazarida, ya'ni Xudo insonlar yaratib bergan oilaning ma'nosi degan nima, shuni markazlashtirib, ham shuningdek bizning ustimiz, ya'ni biz e'tiqodchilarning ustida Xudo xursand bo'ladigan oilani qurib chiqa oladigan, shunday Xudoning haqqi baxt ato qilgan, Xudoning so'zini markaz qilgan shunday bir oilani qurib chiqish. Shu masalasi ustida bir qatim munozara elib boraylik degan maqsadda elib beryapmiz. Bo'libmi biz olamning yaratilishini biz ko'rib o'tgan vaqtimiz, ya'ni ikkinchi bob, olamning yaratilishi ikkinchi bobni ko'rgan vaqtimizda, ya'ni Odam bilan Havoni yaratish jarayonidagi voqealar bundoq bo'ldi deb ikkinchi bob so'zlaydi emasmi? Shu vaqtda Parvardigor Xudo Odamning yolg'iz yashashi yaxshi emas, uningga loyiq bo'lgan bir yordamchi hamroh yaratay degan bir so'z chiqadi. Shunday qilib Xudo Odamning yolg'izligiga qarab, oldi bilan Odamga baliq hayvonlarni uning oldiga aytdi-da. Hayvonlarni uning oldida birdan o'tkazdi, Odam ularga ism qo'ysin deb keltirdi-da. Odam ularga qanday ism qo'ysa, u hayvonlar ham shunday atilib kelganda, Odam baliq uchar qanot va hayvonlarga ism qo'yib bo'lganda, hamma dunyodagi hamma hayvonlar birdan-birin o'tib ularga ism qo'yilib bo'ldi, lekin o'ziga o'xshaydigan, ya'ni o'ziga hamroh bo'lgan bu hamroh deganlik, ya'ni bir odamiylik tabiat xususiyat bo'yicha o'zi bilan paranglasha oladigan, o'zi bilan mungdisha oladigan va o'zi bilan birga nima qilib, nima deymiz, birlikni, bir o'rtaq bir hayotniki nuqtalari ustida bir paranglasha oladigan, hamda o'ziga o'xshaydigan bir hamroh, o'ziga hamroh bo'lgandek birining yo'qligini his qilgan, shunday bir yordam yo'q ekanligini his qilgan, ya'ni bu degani bir yolg'izlik deymizmi? Bir o'zining bir yolg'izligini his qilgan. Lekin shu vaqtda Odam o'zining yolg'izligini, o'zining bir hamrohga muhtojligini bilgan vaqtida Xudo uni uxlatib, uning qovurg'isidan ayolni yaratdi. Yani ayolni yaratib, uning oldiga elib kelgan vaqtida, ya'ni Xudo o'zi ayolni elib, Havoni elib, Odamning oldiga elib kelgan vaqtida tunji qatim inson mehr muhabbatdan kelgan bir she'r, ya'ni buni tadqiqotchilar shuna deb qaraydi. Insonning tunji qatimliq sevgi va mehr muhabbatga to'lgan she'r, shunday bir hissiyotni isbotlagan bir naqsha, shularni isbotlagan gap nima degan vaqtida, mana endi so'nggi mening so'ngimdan go'shi mening go'shimdan elingan, menga o'xshash xildagi biri bo'ldi. U ayol deb atalsin deb xushalligidan odam o'ziga o'xshaydigan birining, hatto o'ziga so'ngaklar go'shlari o'ziga o'xshash xildikinindan bo'lganligidan ko'rib shu qadar suyunib uni ayol deb atagan. Buni İbranice eşi deb, Odam bilan Havoni ikkisidan o'xshab qoldi. Birisi ayollik, birisi erlik qo'shimcha bilan farqlantirdi. Shunga o'xshash u ayol bo'lsin, ya'ni o'xshash bir so'zning bir ayollik, bir erlik qo'shimcha bilan farqlandi-da. Shunday qilib o'zi shuna deb uni ayol deb atab, ya'ni suyunib turib, o'zining nimasidan o'ziga o'xshaydigan bir hamrohning bo'lganligidan suyunganda, suyunib turib, ana shunday tunji qatimliq so'zi ifodalagan so'zi, shunday bir sevgining kuch qudratidan kelgan, shunday bir so'z, she'r, naqsha degan o'xshash nurg'un bir shunday qarashlar bor. Ham shunday Xudo bo'lsa, bir odamning shunday buni, ya'ni Havoni olib kelgandan keyin ularga nima deydi desa, ya'ni odamning er bilan ayolning birga kelganligidan, ya'ni Xudo buni nima deb atagan desa, odamning ota-onasidan ayrilib, ayoli bilan birlashib birdan bo'lishi, ya'ni shu sababdandir deb turib, ya'ni bu oilaning boshlanishi, bir oilaning qurilganligining boshlanishi ana shu Xudo tarafidan bo'lgan. Ya'ni Xudo o'zi bu oilani boshlab, ya'ni bu er bilan ayolni birga elib kelib, ya'ni o'zi bu oilani qurgan. Ya'ni insoniyat tarixidagi tunji oila, ya'ni oila bilan boshlangan bir
hikoya mana shu Adem bilan Havodan boshlandi. Andan keyin biz Malakiga qaraydigan bo'lsak, yana Xudoning talab qilgan, bu shunday Xudoimda oilani yaratdi, er bilan ayolni qilib, bularni bir oila qilib yaratdi emasmi? Oila qilib, yana bir tan qilib yaratdi, bir tan, bir jon qilib yaratdi. Unday bo'lsa, Xudo yana bu oilani yaratib, bular bu orqali nimani kutgan, nimani maqsad qilgan, nimani kutgan degan vaqtda biz Malakiga 2-bob 15-oyatga qaraydigan bo'lsak, Parvardigor seni va ayolingni bir tan, bir jon qilmaganmidi? Jismoniy va ruhiy jihatda sizlar Parvardigorga mansub. Ya'ni sizlar Parvardigorga mansub. Jismoniy jihatdan bo'lsin, ruhiy jihatdan. Shunday Parvardigor sizlardan bir tan, bir jon bo'lish orqali Xudo yo'lida mang'an farzandlarning dunyoga kelishini kutadi. Shunga qalbinglarni payt tutib, qaydinas ayolinglarga sodiq bo'linglar deb turib Malakiyda, ya'ni shu ayollardagi va ayolning bir tan, bir jon bo'lishidagi, ya'ni bir Xudoning kutadiğini bo'lsa, bir tan, bir jon bo'lib, ya'ni Xudoga mansub bo'lgan bular, Xudoga mansub bo'lgan Havo bilan Adamga o'xshash, mushuna Xudoga mansub bo'lgan e'tiqodchilardan, Xudoga mansub bo'lgan odamlardan kutadiğini bo'lsa, ana shu Xudo yo'lida mang'an farzandlarning dunyoga kelishini kutadiganligini yana bu yerda ko'ra olamiz. Hem shunalla bunda oiladagi yana bir maqsadga biz ko'radigan bo'lsak, yana bu butun muqaddas kitobning har bir yerlarida chiqadi. Andan qonun sharhiga qaraydigan bo'lsakmi, biz bu yerda nima desa, Xudo bergan amr farmonlarni tutinglar. Shunda qilsanglar sizlar, ya'ni sizlar o'zinglarmi, ham shunday o'g'linglarmi, hatto navranglarmi, tirik kunlaringlarda Xudodan qo'rqib, Xudoning belgilagan amr farmonlarini tutish orqali sizlar uzoq kunlarni ko'rasizlar. Deganga o'xshash, ya'ni zaminda hol ahvolinglar yaxshi bo'ldi deb turib. Andan Parvardigor Xudoyimiz bir-birlik, mushadagi bir-birlik, ya'ni qonun sharhi 6-bob 4-oyatda Parvardigor Xudoyimiz Parvardigor bir-birlikdir degandagi mushu bir-birlikmi, ya'ni ata Xudo Parvardigor Xudo, andan keyin o'g'il Ayso Masih, andan keyin muqaddas ruh uchisining bir-birlikligini ko'rsatib turib, bu bir-birlik nada chiqadi desa, ana shu olamning yaratilishidagi er bilan ayolning birlashib bir tan bo'lishi, ya'ni bir-birlik bo'lishini yozgan vaqtidami, shunga o'xshash so'zni ishlatadi. Ana shunday butun qalb bilan, butun jon bilan, butun kuch bilan Xudoni so'yib, Xudoning topilganlarini bu so'zlarni qalbida tutib, bularni baldiringlarga o'rgatinglar degan mazmun yana buningda chiqadi. Shuning o'xshash, ya'ni Xudoning amr farmonlarini tutib, Xudoni chin qalbinglardan so'yib, butun qalbinglar bilan, butun jininglar bilan, butun kuchinglar bilan so'yib turib, buni yana o'zinglarning farzandlaringlarga o'rgatinglar deb. Misrdan chiqqandim shunday deydi, sizlar balga qo'yinglar buning keyin farzandlaringlar bu nima deb sizlardan so'ragan vaqtida Parvardigor Xudoning sizlar qilgan ishlarini ularga o'rgatsizlar, ularga deysizlar deb shu ko'nakning barliq qismlarida ko'p uchraydigan mazmunlar mana shu. Shunga o'xshash, ya'ni oila degan, endi biz bir Xudoning oila bo'lsa, ya'ni iltifotliq insonlarga taqan bir iltifoti, ya'ni mehr shafqat ekanligini biz yani baxt tilgan bir nima deymiz, baxtga taqanligini biz mishadan ko'ra olamiz. Bu qadimgi mazmundan biz bayam degan o'sha savollar, javoblar orqali munozirning temasini men nima qo'ydim desa, oila, ya'ni bu dunyolikdagi Xudoning ya'ni insonlarga taqgan iltifoti, eng chong iltifoti, ham shunday o jublarning, ya'ni qiz va o'g'il bo'lsin, o'shunday jublarning o'zaro Xudo nisb qilgan nasibisidir deb shunday bir tema qo'ydim. Bu yerda ya'ni nima uchun Xudoning iltifoti, oilaning nima uchun Xudoning iltifoti deb qaraydiganligimizni yana bayam bir qism mazmunlar orqali ko'rganimiz bor. Buni yana biroz ko'radigan bo'lsak, biz hikmatlarga qaraydigan bo'lsak, hikmatlar 4-bob 9-oyatdan 12-oyatga bo'lsak, ikki odam hamini bir odamdan yaxshidir. Chunki ikki odamning jafo tortib ishlashining o'nimi texmi yaxshi bo'ldi. Agar biri yiqilsa, uni hamrohi yo'lab turg'izadi. Lekin bir odam yiqilib, uni turg'izgan odam bo'lmasa, u tulimi echinish ahvolida qoladi. Ikki odam birga uxlasa, issiq yotadi. Yolg'iz uxlasa, u qandoqmi issiq yotsin. Bir odam o'zi yolg'iz bo'lsa, u dushmaniga bo'zaq bo'lishi mumkin. Lekin ikki odam birga bo'lsa, dushmaniga birlikda taqobil tura oladi. Üç örimden o'lgan og'amchini uzmay qiyindir degandek bir mazmunni ko'ramiz. Ya'ni bu yerda
Yalğızlıqның, yəni yalğız bir adam qaraganda, ikki adamның yaxşılığını, yalğızlıqның, yəni yalğız adam yalğız qalğan vaqtidagi ahvolining nihoyatda echinishli bo'lganligini deyish orqali bu halqa hikmatlar qaraydigan halqa insoniyat hayotlik dunyosidagi nurg'un narsalarning bo'lib behudalikka tushib qolgan vaqtlardagi bir tasavvurni biz ko'ra olamiz. Bo'libmi, men o'ylayman, bo'libmi biz mana shunaqa sirtda ailemizkiler bilan bizning aloqalarimiz uzilib, burungi do'st birodarlarimiz bilan ham, vatandagi do'st birodarlarimiz bilan ham aloqalarimiz uzilib, to'satdan biz shunday xalqi vatan bilan bo'lgan bizning bir nemimiz uzildi-da, bizning bir og'amchimiz uzildi-da, yip uzilgan laylakdek qoldik-da. Muşnaq vaqtlarda siz boshqalarning muşnaq bir nimaga kirdim, muşnaq bir o'y fikrlar kirdimi bilmadim. To'satdan bir yolg'iz, igichaqsiz, baş panohsiz rasmiyalqi osmonda laylab qolgan, barar joyi yo'q, qo'nar joyi yo'q, bir laglak o'xshab qolgandek bir his tuyg'ular boshqalarga kirdimi bilmadim. Ana shundaq xalqi behudlik, hayotdagi yashashning, yer yuzidagi hayotning faqat bir jabr jafo ekanligini his qilganlar bo'lsa, hayotning ana shundaq yolg'iz, ya'ni hayotda har bir ishni inson o'zi yolg'iz, ya'ni boshidan o'tkazish narsalarni o'zi yolg'iz peshidan kechirish kerakligini, tortish deyish narsani o'zi yolg'iz tortib, bu narsalarni cho'qim o'zi yolg'iz hal qilish kerakliklarini, ya'ni his qilganlar bo'lishi mumkin shundaq ahvollar ostida. Shundaq bir behudlik ichida hayotlikdagi mavjudiyatning, ya'ni shunday yolg'izlik ichida o'zining mavjudligi haqida ham o'ylaydiganlar ko'p bo'ldi deb o'ylayman. Shundaq ahvollar ostida bizning o'ylaydiganimiz nima desa, biz yolg'iz qolgan vaqtlarimizda o'zimizning hatto kimligimiz, mavjudligimiz, hatto o'zimizning haqiqiy bir o'zimizning mavjudiyatdagi, o'zimizning tabiatimizga bir mavjudliklar, mayli har qanday bir alohida ortiqchiliklar bo'lsin, mayli har qanday bir nima bo'lsin, ularning eshitmamasligini biz rasmiy bir nimaning eshitmamasligini biz his qilgan vaqtlar kelib qoldi. Ana shundaq biz behudliklarga, dunyodagi har qanday narsaning bir behuda ekanligini his qilgan vaqtlarimizda bo'lsa, nimani eng muhim deb ko'ramiz desa, ana shundaq mehr-muhabbatning, mehrning insonlar orasidagi, bir insonlar to'pi orasidagi insanlar, ya'ni Xudo bir yaratib bergan bir milliy qabilachilikka bir mehrning, bir to'pliq, bir kollektiv ichidagi bir mehrning naqadar muhimligini biz ham shunday vaqtlarda his qilamiz deb o'ylayman. Shunga o'xshash ana shundaq bir hayotlik dunyosida biz mangan vaqt, ya'ni hayotligimizni yashagan vaqtlarimizda nurg'un yuz bergan ishlar ustida biz bir odam, yolg'iz odamning, ya'ni naqadar ojizligini his qilgan vaqtlarimiz bo'lsa, lekin yenimiz birining bizning yenimizda har vaqt yenimiz ekanligini his qilgan vaqtimizda, har vaqt birining mening tarafimda yoki men bilan birga shunday qiyinchiliklar oldida meni ilhomlantirib, mening orqamda rag'batlantirib, meni qo'llab, ishtirib menayotganligini biz his qilgan vaqtlarimizda, bu vaqt o'zimizning yolg'iz emasligimizni, ham shundaqla shu o'zimizning hamdamda bo'lib, bir-birimizning murimizni muriga tirishib, da'vosi minishimiz kerakligini, texmu g'ayrat qilishimiz kerakligini, shundaq ishlarni biz his qilgan vaqtlar paydo bo'ldi. Shuning o'xshash yolg'izlik emas, balki birining hamroh birisining bo'lishi, ya'ni ikki odamning birga bo'lishi, ya'ni shundaq yolg'iz yashashning ko'ra texmu yaxshi ekanligini biz ko'ra olamiz. Yana shu hikmatlarga qaraydigan uzun yo'lish uchun, ya'ni uzun safarga chiqish uchun, uzun yo'lni biz minib o'tishimiz uchun yolg'iz emas, ya'ni ikki odamning, ya'ni bir qancha odamning birga minishining, uzun yo'l minish uchun bir qancha odam birga minish uchun kerakligini, lekin tez bo'lish uchun hamda yolg'iz odam minsin, lekin uzun yo'l, uzun safarni boshdan kechirish uchun cho'qim ikki yoki undan ortiq odamning birga minish, kollektivning muhimligini ham bu yerda deydi. Hamda nima demoqchi desa, biz oilami shundaq. Ya'ni bu hayotligimizdagi shu barliq kunlarimizni birga minish, birga hamroh bo'lish, hamdamli bo'lish orqali bu oila er va ayol degan hamroh degan bu bir-birini to'liqlaydi. Ya'ni erlarning xususiy tabiiy jihatdan erlarning erlik tabiati bor, ya'ni ayollarning ayollik tabiati bor. Lekin ayollar bo'lsa o'zaro bir-birini to'liqlash, bayqanadagi yordamda bo'lish degan shunaqa nimalar bor. Shuning uchun Xudo bularni bir jon, ya'ni ikki
ikkisi birga kelish orqali haqiqiy bir tanni ayrim ikki tanni emas, balki ikki odamni emas, balki bir haqiqiy bir odamni, haqiqiy bir tanni, haqiqiy bir jonni shundoq tashkil topadiganligini bu yerda deydi. Shuning o'xshash er bilan ayolning haqiqiy birga kelish orqali, ya'ni hamroh bo'lish orqali haqiqiy bir jon, haqiqiy bir tan bo'lish orqali, ya'ni haqiqiy bir birlikni shakllantirish orqali yer yuzidagi kunini, ya'ni o'z musofirlarini birlikda yashab o'tadiganligini biz yana bu yerda yana shunlarni da'vat qilganini biz yana ko'ra olamiz. Anandan keyin mush yani hikmatlarga qaraydigan bo'lsak, 9-bob 9-oyat nima deydi? Bu deganga o'xshash. Dunyodagi kunni yaxshi ko'rgan ayoli bilan xo'shal xoram o'tkazish bu Xudoning ato qilgan, ya'ni Xudoning shu odamga ato qilgan nasibisidir. Ya'ni bu dunyodagi jafoliq kunlarni, jabr jafoliq kunlarni o'z yaxshi ko'rgan odam bilan, ayol bo'lsa o'z yaxshi ko'rgan ayol bilan, ayollar bo'lsa o'z yaxshi ko'rgan er bilan shuna jafoliq kunlarni, jabr jafoliq mushaqqatli kunlarni shu o'z yaxshi ko'rgan odam bilan birga o'tkazish, oxirigacha birga o'tkazishni buni hikmatlarda bo'lsa Xudo ato qilgan nasibisi deydi. Bayan temada degan jüplarning oiladan bu bir jüplarning Xudo ato qilgan nasibisi deb. Bu nasiba degan nima deganni biz yana qarab o'tamiz. Nasiba degan bu so'z dastlabda nerdan chiqdi desa, lavila, ya'ni qani sharhidan bor, laviladan bor, ya'ni Isroillar Misrdan chiqib Qanoan zaminiga kirgan vaqtida, ya'ni shu vaqtlarda cho'l yashagan vaqtlardan bor, Xudoning ibodatchilarida xizmat qilganlarning kimlardi? Lavila. Ya'ni Lavi shu qabilasidagilar. Bularni Xudo bularga Qanoan zaminiga kirgan, asli Isroillarni chiqarishdagi maqsad ularga, ya'ni taqdim qilmoqchi bo'lgan shu zaminga akirish edi. Lekin bu Lavi qabilasidagilarga bo'lsa, Xudo ularga bir zamin, ya'ni ularga mansub bo'lgan bir zaminni bermaydiganligini, ayrım bir zemin yo'qligini, ularga Lavi qabilasidagilarning barliq nasibasi, yer yuzidagi hayotning barliq nasibasining Parvardigor Xudo o'zi ekanligini, Lavi qabilasidagilarni Xudo o'ziga atab olganligini, o'zining xizmatida bo'lganligini jakarlagan edi. Shunday qilib shu vaqtda Xudo deydi, "Men sizlarning nasibanglar" deb Lavi qabilasilar degan gapi bor. Ya'ni barliq muhtoj, barliq narsalarni men sizlarga ato qilgan nasiba. Men sizlarga ato qilman. Men o'zim sizlarning nasibanglar bo'lman deb turib, Xudo o'zini shu Lavi qabilasidagilarning nasibasi, barliq yer zamindan ortiq, barliq dunyoning yer zaminining xo'jayini bo'lgan, podshohi bo'lgan Xudo, barliq nazu nimet mol millat nima mol usullarning manbasi bo'lgan, shularni ato qilg'ichi bo'lgan Parvardigor Xudo, barliq insonlarning yaratuvchisi bo'lgan Parvardigor Xudo o'zining ana shu Lavi qabilasidagilarning nasibasi ekanligini, ya'ni Xudo ularning hamma narsasi bo'lganligini Xudo o'zi bu yerda nasiba degan so'z bilan ato qilgan edi. Endi bu yerda shu yer yuzidagi kunlaringlarni, jafo mushaqqatli kunlaringlarni ana shunday yaxshi ko'rgan odamlar bilan birga o'tkazish, ana shu Xudoning sizlarga ato qilgan nasibasi. Ya'ni sizlarning barlig'inglar, yer yuzidagi hayotinglarning barlig'i, yer yuziga barliq narsalar emas, yer yuziga barliq narsalar insonlarning nazarida barliq qimmatli deb muhim deb bilib qolgan barliq narsalar emas, balki hammadan muhim bo'lgan, hammadan qimmatli bo'lgan nasibanglar, yer yuzidagi hayotlik kunlaringlardagi nafsinglar bor, shu kunlaringlardagi barliq nasibanglar eng qadri qimmatli barlig'inglar bo'lgan narsa nima desa, ana shu hamrohinglar, juftinglarning o'zi sizlarning nasibanglar bo'ldi deb turib, hikmatlarda ham buni degan gapni biz ko'ra olamiz. Endi biz yana ko'rgan bo'lsak, nima savolimizga biz bir qatim ta'kidlab o'tsak, ya'ni biz savolimizda ba'zi qarindoshlarimiz va yeshi aslında biz o'lchamni o'zimiz bo'yicha qarasak bo'lmaydi deb o'ylayman. Ya'ni bizning yashab o'tgan madaniyatimizda, bizning yashab o'tgan atrofimizga, muhitlarimizda cho'nglardan to'la anglagan gap so'zlar nima desalqi burungi vaqtlarda biz kichik to'y qildi emasmi? 18 yosh kiriblar, hozirmi bor? 18 yosh kirmay to'y qilganlar bor. Ba'zilar 30 yosh kirib to'y qilganlar bor. Yosh chehlimiz egiz pas bo'lgan bilan, lekin cho'nglarning qarashida hamda cho'nglar aldirdi. 20 yosh kirib 25 yosh kirgachaliklar aldirdi to'y qilganga, hatto loyiq izlab, ashana tunishtirib degan, ashana to'y qilgan deganda, baldir to'y qilsam, yosh cho'ng ketishdan burun to'y o'ychaqlik bo'lgan degan, ashana qarashlar biz sinib ketgan bir ideyalar bor. Lekin biz
Muşundaq barlıq bizning madaniyatimizdan o'sib yetilgan barlıq muhitlarimizdan kelgan barlıq ideyalarni ishimiz shundaq bir qarashlarga ham biz xush xabarni Xudoning so'zini boshlab elib kirishimiz kerak deb qarayman. Ya'ni bu oila bo'lsa Xudo ato qilgan nasiba dedik. Shuning o'xshash bo'libmi kimlarga desa, bo'libmi biz e'tiqodchi qarindoshlar oila qurish o'shundaqla bir ikki odamning, ya'ni bir qonuniyatli bir oila qurish emas, ya'ni dunyoning odamlari o'sha cho'ng bo'ldi ham o'ylash kerak va o'zining uyini qurish kerak degan o'sha shundaqla bir oddiy bir hukm emas, balki Xudoning haqiqiy Xudoni ishindigan e'tiqodchilarning, haqiqiy Xudoning so'zi bilan yashagan e'tiqodchilarning, haqiqiy Xudoni xursand qiladigan bir oilani qurib, haqiqiy Xudoni tunuydigan, Xudoni ulug'laydigan farzandlarni ko'rishi, shundaqla uning oilasining haqiqiy Xudoning ibodatgohi bo'lib, Xudoning ibodat joyi bo'lib, Xudoni madihlaydigan, Xudoni ulug'laydigan bir oilani qurib chiqish bo'lsa, haqiqiy biz e'tiqodchilarning ustida, oila ustida berilgan bir haqiqiy ma'no ishkanligini biz ko'rganga o'xshash. Shuning o'xshash biz endi dunyodagi barliq qarashlarga qarab, voy biz endi to'y qilish yashimiz yetdi, voy biz biza kechikib qoldik degan bir o'y fikrlarimizni biz isloh qilishimizga, hamma bizning shu o'y fikr qarashlarga biz xush xabarni boshlab kirib, Xudoning so'zi bilan yengilab buni o'zgartirishimiz kerakligini men yana bir qatim ta'kidlab o'tsam deb o'yladim. Shuning uchun bizning ya'ni normal dunyodagi qarashlar bo'yicha ya'ni biz kechikib qoldik deb o'ylamasdan va yoki o'zimning qizlar bo'lsa yeshi kichik, endi burunqi qarashlar bo'yicha erlar bo'lsa o'zining yeshi kichik qizlar nasib bo'ldi, lekin qizlar bo'lsa o'zining yeshi kichik erlar bilan to'y qilgan ahvolni ayta olsin, lekin bir ishga bo'lsa balkim nayda oson uchrashi mumkin, lekin ko'p uchirmaydi u. Lekin shunday bir qarashlarni biz isloh qilsak degan narsa bor. Chunki biz bilmaymiz, ya'ni Xudo bizga evatadigan jupti, ya'ni bizning yana bir yerimiz, Xudo taqamashan bizning yerimiz. U qayerda, qancha yoshda, qanday holatda, buni biz o'zimizning o'lchimiz bilan buni biz bekitamaymiz. Balki shuning ishimizki, Xudo bizga eng muvofiq bo'lgan, bizning uchun eng yaxshi bo'lgan, bizning mukammal bo'lgan, ya'ni bizning bilan, sizning bilan birlikka kelgan o'rtada eng mukammal bo'lgan bir jonni, bir birlikni yasaydigan shunday bir yerimizni Xudo sizga boshlab ekilganligi ishimiz. Lekin bu yerimizning sizning bilan qanday bir farqli yoki yosh farq qo'lamdi yoki millat farq qo'lamdi, qanday bir farqda yoki qanday bir yerim ekanligini biz bilmaymiz. Bu faqat Xudo bizga taqilgan nisbasi bo'lgach, Xudoning o'rinlashtirishi va Xudoning huquqi, Xudoning bizga taqilgan shunday iltifatidagi bir masala. Shuning uchun yoshimiz cho'ng ketdi, andan keyin bu yoki meningdan kichik, yoshi kichik degan shunday bir qarashlarning ichiga bog'lanib qolmasdan biz lekin mushundaq bir qanday bo'lsin, qanday holatda bo'lsin, mushu oila orqali Xudoning eng mukammal bo'lgan bir odamni, yerimni sizga avatish orqali, bu orqali Xudo xursand bo'lgan, Xudo eng baxt his qildirgan, sizga eng yaxshi bo'lgan, sizga eng muvofiq keladigan bir yeringizni Xudo evatganligiga ishongan vaqtingizda Xudo sizning oilangiz bu atrofdagilarning qanday qarashi, qanday his qilishi bilan hech bir munosabatsiz holatda siz Xudo xursand qildigan, haqiqiy Xudoning so'zi ichiga qurgan, haqiqiy bir Xudoning ulug'ligi, Xudoning shon sharifini namoyon bo'ldigan bir haqiqiy bir oilani bir ega bo'lgan, shunday bir oilani Xudo sizga nisb qilgan bir oila ekanligini siz his qila olasiz. Shuning uchun yana buni yana biz ba'zilar ansirab, ba'zilar qizlarning bo'lib yeshi cho'ng vaqtida ansiraydigan hadislar bor. Masalan, keyingi avlodlarning tug'ilishi uchun bu ta'sir qilmamdi deydigan ishlar bor. Ya'ni qizlar yeshi cho'ng ketdi, balkim yeshi cho'ng bo'lsa avlod ko'rishi tez bo'ldi, avlod ko'rilishi ba'zan qiyin to'xtaydi, undaq degan bir nurg'un paranglar bor. Buni biz yana Xudoning so'zi bilan ko'radigan bo'lsak, avlod bo'lsin, homiyli bo'lsin, bu Xudodan keldi. Ya'ni Xudoning ato qilgan iltifoti. Shuning uchun buni biz hargiz yeshimizga qarab, o'zimizning ahvolimizga qarab, mushundaq bir o'y fikrlarning ichida biz ansirab, tamtirab, hamda mushundaq o'y fikrlarning ichida aldirab qolish mumkin. Baldiroq bek uzun saqlab o'tdik yoki baldiroq to'y qilsak yaxshi deydigan, mushundaq aldiroq sonliqlardan ham bizni saqit qildi deb o'ylaymiz. Chunki
Zaburga qaraydigan bo'lsak, biz Zabur 127-bob qaraydigan bo'lsak, Parvardigorning so'g'itidir farzandlar, uning bergan iltifotidir homillar deydi. Bu ya'ni biz muqaddas kitob qaraydigan bo'lsakmi, ya'ni nurg'un ahvollarda, ya'ni mushuna xalqi farzand homili bo'lsin, farzand avlod bo'lsin, bu Xudoning iltifoti ekanligi nurg'un hikoyalar. Masalan, biz Rahila hikoyasini oldin qatim biroz qisqacha degan edik. Xudo esiga oldi degan o'xshash. Eng tipik bir misol bo'lsa Sarah qarayli, ya'ni Ibrohimning ayoli Sarah qarayli, o'sha 100 yoshga kirgan vaqtida, aran 100 yoshga kirganda, 100 yoshga qilish qolganda, hatto tug'ut yeshidan o'tib ketgan vaqtida, barliq tug'ut qobiliyatidan qolgan vaqtida Xudo uningga oilaning farzand ato qildi. Ham bu yerda mo'jizani talab mo'jizaga markazlashtirgan masala emas, demakchi bo'lganimiz farzand bo'lsin, mayli siz qancha yashingizda bo'ling, mayli siz 20 yoshda o'qigan bo'ling, hatto buni 20 yoshda o'qigan bo'lsangizmi, Xudo belgisi kasib beradi. Agar Xudo saqlar desa, siz saqlaysiz degan o'xshash. Mening do'stlarim bordi, ikkisi, ya'ni biz birga o'ynab cho'ng bo'lgan qizlarning ichida ikkisi bordi. Ular hammasi 22-23 yoshlarda to'y qilganlardi, lekin ular hammasi 10 yil, birisi 8 yil, birisi 10 yil degandek shuni saqlash orqali saqlab oxiri ular voz kechib, birdan farzand, birisi o'g'il farzand, qiz farzandni beqib olgan o'sha vaqtlarda. Ulardan keyin bo'lsa, ya'ni birisi 2 yil burun, ya'ni to'y qilib 10 yildan keyin bir qiz farzandlik bo'ldi, birisi to'y qilib 8 yildan keyin bir o'g'il farzandlik bo'ldi. Ya'ni demakchi o'g'lim nima desa, mayli siz 20 yoshda to'y qiling, mayli siz 30 yoshdan olqib to'y qiling, Xudoning vaqti soati kelgan vaqtida, Xudo ato qilgan vaqtida, andan keyin avlodmi shu vaqtda Xudoning so'g'iti bilan sizni izlab kelganligini. Shuning uchun biz halqi o'zimizning ahvolimizga, o'zimizning yosh ahvolimizga bo'lsin, ahvol atrofda ki nimalarga qarab aldiraqsonlik qilishdan va yoki o'zimizning dunyodagi dunyodagi insonlarning ahvollariga, ularning qilgan ishlariga qarab, odam dunyodagi atrofdagi kishilarga oid ta'siriga bek oson uchraydi emasmi? Shunday ishlardan saqlanib qolib, biz har vaqt Xudoning oldida hammasi Xudoning iltifoti ekanligini, mayli oila bo'lsin, mayli to'y bo'lsin, ya'ni mayli sizning qolgan yerimingiz bo'lsin, mayli qolgan umrlik hamroyingiz bo'lsin, bu Xudoning sizga ato qilgan bir iltifot ekanligini, farzand bo'lsin, bu sizga Xudoning ato qilgan sovg'at ekanligini buni aniq tutib turib, qo'rqmasdan, tamtirmasdan va yoki biz dunyodagi o'lchamlar, dunyodagi qarashlar, oilaga qaragan bo'lgan qarashlarga, ideallarga bog'lanib qolmasdan, biz har vaqt bizning otimiz bo'lgan, bizning to'liq bilguchi, bizni yetaklayotguchi, bizning hayotimizga har bir ishlarni bizning uchun eng yaxshi bo'lgan bo'yicha o'rlashtiruvchi bo'lgan Parvardigor Xudoyimizga qarab, Xudoning bu ishlarning hammasiga mas'ul bo'lganligini, bizga sahib chiqadiganligini ko'rib, shuning bo'lgan ishonch bilan oila va nikoh masalasiga biz qarashimizni umid qilaman. Ya'ni buningdimi yana Zaburga qaraydigan bo'lsak, Zabur 68-bob 5-6 oyat nima deydi desa, oti bo'lgan yetimlarga, egi chiqqan tulxutullarga, u Xudodir, makoni muqaddasdir, o'ychaqlik qilar Xudo g'ayriblarni. Azod qilib munbat yerga boshlar surgunlarni, lekin qaqcharoq yerga qoldirar bo'ysunmaganlarni degan gap bor. Ya'ni Xudo g'ayriblarning, miskinlarning, shularning otasi bo'lganga o'xshash, shularga egi chiqqanga o'xshash, shunday o'ychaqlik qildirganga o'xshash, Xudo o'zi bizning yolg'izligimizni, bizning g'ayribligimizni, bizning qachon her zaman bizning, ya'ni Xudodan bizning shu yerimiz, ömürlük hamroyimizni tilovat qilganligimizni, shuni muhtojligimizni bilguvchi Xudodir. Shundaqla Xudo bizga qachon bizga ana shundaq hamroyimizni ato qilishni va bizga qachon Xudo o'zi xursand bo'lgan, o'zi ato qilgan shunday bir oilaga ega qilganligini Xudo o'zi biladi va o'zi shu oilani o'zi bizning ustimizda, hayotimiz ustida vujudga keltirguchidir. Bizde şunday bir ümit, şunday bir ishonch bilan, şunday bir barliq g'amandishlarimizni Xudoning so'zi bilan yengib, Xudoning so'zi bilan almashtirib, Xudoning so'zi orqali biz tinchlik, oromlikka erishsak ekan degan umiddaman. Anundaki yana bir savol bo'lsa, e'tiqodchi emas birisi bilan biz, ya'ni e'tiqodchi emas birisi bilan to'y qilsak bo'lamdi? E'tiqodchi emas kishi birisi bilan, ya'ni
aile qursak bulamdı deyin o'shash bir masala. İtkatçı biz qaraydigan bo'lsak, balkim siz qayerda yashayotgan bo'ling bilmadim. Bo'libmi Yevropalar bo'lsin, ya'ni itkatçılık, ya'ni Rabbni tunish, allaburun ularning itkadiga aylanib bo'lgan dunyolarda Yevropalar va mayli Amerika taraflar bo'lsin, mayli boshqa yerlarda bo'lsin. Qaraydigan bo'lsak, ba'zan hatta men itkatçı deydi ama itkatçının to'g'niga kirib olgani bilan ularning hayoti, tabiati, mijoz xarakterlari hatto itkatçı emas odamlarga yetmaydigan shunday bir sizlarni ham ko'ramiz. Va ba'zan itkatçı emas odamlar bo'lsa, hatto ularning mijoz xarakterlari, tabiatining, qalbining shu qadar go'zalligini, ularning itkatçılardan ortiq bir go'zal tabiatga, aytib bir yaxshi bir bo'lgan xususiyatga ega bir odamlarni uchratamiz. Ve yoki ba'zan itkatçılar hatta tug'ilishidan itkatçı ailesi tug'ilgan bilan ularning itkadi bir xudoga intilgan bir itkadlik hayot emas, balki bir diniy faoliyat sifatida bir shunday bir itkatçılık hayotini yashaydigan oshna ekanligini bayqaymiz. Va ba'zilar bo'lsa, nayt uzun yillar ishangan bo'lsa-mu, yoki nayt uzun yillar bo'ldi, 10 yil bo'ldi, 20 yil bo'ldi, 30 yil bo'ldi deb yurgan bo'lsa-mu, lekin ularning hayotining Xudoning so'zi bilan yangilanmagan holat ekanligini ham ko'ra olamiz, bayqay olamiz. Ya'ni demakchi o'g'lim, har xil yangi odamlar bizning atrofimizda bor. Lekin biz endi bu dunyoda yashayotgan vaqtimizda u cho'qim Xudoning odami, u cho'qim jannat ko'rdi, yana birisi bo'lsa, u Xudoning odami emas, u cho'qim do'zax ko'rdi deb biz aytolmaymiz. Chunki biz yer yuzida yashayotgan vaqtimizda kimning haqiqiy Xudoning tanlagan xalqi, kimning haqiqiy Xudoning farzand ekanligini biz bilmaymiz. Buni biluvchi Xudodir. Lekin shu narsaniki Xudo o'zining tanlagan farzandlarini birini yo'qotmay, birini tushirib qo'ymasdan hammasini o'zining podshohligiga, o'zining huzuriga boshlaydi. Mayli ilgari bo'lsin, mayli keyin bo'lsin, hammani Xudoga qaytib, Xudoning podshohligiga qaytadi degan gap bor. Shuning o'xshash ba'zilar va biz hozir bizning bilan tanishgan vaqtda balki itkatchi emas, Xudoni tanimaydigan va yoki musulmon va yoki itkatsiz ateizmlardan bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin ularning aman Xudo tanlagan bo'lsa, agar ular Xudoning tanlagan xalqi bo'lsa, amini mayli oxir bo'lsa, mayli keyin bo'lsin, aman bir kun Xudo qaytadiganligini biz bilamiz. Ya'ni shunday bir nimasi bor. Lekin biz bu yerda qaraydiganimiz muhimi nima desa, bir şeyde bir ta'kidlab o'tadigan narsa nima desa, Yeshaya payg'ambar 32-bob 16-oyatga qaraydigan bo'lsa, haqqoniyat munbat zaminda hukm suradi. Hatta çöllüklerdi adalet makalışıdı degan söz var. Yani haqqaniyat degan munbat zimin, munbat tuproq, munbat ziminlik joyida haqqaniyat makalışıdığanligini. Hatta bu haqqaniyat shundan haqqaniyat tushgan yerda, haqqaniyat makalashgan yerda bo'lsa, çöllük bo'lsa ularning çöllük bo'lsa adalet bilan makalışıdığanligini deydi. Yani çöllük bilan munbat tuproq biz qaraydigan bo'lsak, çöllük nani ko'rsatadi desa, masalan biz o'ylaydigan bo'lsak, ya'ni Xudoning so'zi tushmagan bir qurg'oq qumliq bo'lsa-mu, lekin u yerga Xudoning amri so'zi bo'lsa, u yer bir çöllük emas, balki munbat zimin, mo'lo so'liq munbat tuproq aylanganligini bu yerda aytadi. Masalan biz olamni yaratilishi qaraydigan bo'lsakmi, Xudo bor dedi, barliq keldi, ayrilsin dedi, ayrildi, fasil bo'lsin dedi, fasil bo'ldi. Ya'ni Xudoning amri bo'lsa, çöllük bo'lsin, u yer munbat tuproq aylanganga o'xshash. Xudoning agar tanlashi bor bo'lsa, u odam hozir itkatchi emas bo'lsa-mu, lekin hamon bir kuni Xudoning so'zi uning qalbida munbat tuproq bo'lsa, agar uning qalbi bir munbat tuproq, ya'ni Xudoning tayyorlagan bir tuprog'i bo'lsa, Xudoning tanlagan, tayyor qilayotgan bir qalbga ega odam bo'lsa, uning qalbida hamoni haqiqat mevalab, ko'klab, hatto eng chong mevalik daraxtga o'xshash mevalaydiganligini biz yana bu yerda orqali ko'ra olamiz. Buni Hazrat Isoning misol orqali ham ko'ra olamiz. Urug' chachish tamsili bor. Urug' chashqil chiqibdi. Ba'zilari munbat tuproq tushibdi, ba'zilar chig'ir yo'llarga tushibdi, ba'zilar yantoqlar suv tushibdi, ba'zilar tez tuproqqa, ya'ni toshga tushibdi degan o'xshash. Buning ichida eng muhimi, ya'ni molosal bergan qanday tuproq? Munbat tuproq. Bayon deb o'tgan o'xshash munbat tuproq. Albatta Xudoning so'zi hamma odamga o'xshash tushsa-mu, Xudoning so'zini hamma odam anglab, ba'zilar men itkatchi degan holat taqdirdimi? Ba'zilarda Xudoning so'zi ularda ana shunday o'sib chiqmaydi. Ba'zilarda birdamda men alqi deydi tashqiga tushgan vaqtida urug' tushdi, nay tez o'sib chiqadi, lekin kun chiqqanda bo'lsa qurib ketadi. Chunki yildiz cho'nqir tatmagan. Yana biz bo'lsa chig'ir yo'llarga tushdi, urug' chechildi,
Lekin o yerda hatta yıldız yani bir çıkırış yıldız tatiş, düşüş, kömülüş nimesi bo'lmaylar. Qushqashlar kelib buni yeb ketadi degan gap bor. Yana ba'zilar bo'lsa, yani yo'l tuyiga tushganlar bor degan o'xshash. Yani yantoqliq tushganlar bor degan o'xshash. Tushidi, ünüp çıkıdı lekin yeryüzünün yani dünyanın her xil aleyhçileri, dünyanın her xil güzelliklerini görgen vaqtida yani yantaqlarning astida qilib, yani dünyanın shunday xilqi güzellikleri, dünyanın işleri, dunyoga berilish orqali u Xudoning urug'i uning qalbida yildiz tortib urug' chiqaramay, shu bitan ko'milib, shu bitan turqali ko'milib qolib qurib ketadi degan o'xshash. Lekin munbat tuproq tushgan urug'lar qanday bo'ldi? Munbat tuproq tushgan urug' bo'lsa, haqiqatan o'zi munda u tuproqda o'sib, haqiqiy Xudoning haqiqati, Xudoning so'zlari u yerda yildiz tortib, hatto molasi, nechasi, yuzasi bo'lsin. Bu Xudoning o'rinlashtirish bilan hatto mingasi bo'lsin, nayta bir mevelik, molosolliq bir tuproq bo'lib, molosol bera olgan biz ham bu yerda ko'ra olamiz. Shuning uchun biz avval biz bunu da şundaqlan bir addilam itqatçı bo'lsa bo'lmaydi deb bir taraflamalarda deb o'tamaymiz. Yoki cho'qim itqatçı bo'lsin deb itqatchilar bo'lsa, kimli bo'lsa biz undaq bo'laverdi deb turib o'zimizga undaq addiy holatda biz o'lcham qo'yamaymiz demakchi. Shuning uchun biz yani uçuruşuş Ademning yeryüzüde kimlerle biz nurg'un odamlarla uchrashimiz, lekin bizning hayotimizda haqiqiy bizning hayotimizda uzun muddat qolib bizga nurg'un aslimlarni birga qoldirgan odamlar bor, ba'zilar o'z kiriblan chiqadigan odamlar bor. O'xshamaydi, lekin bu uchrashish bo'lsa Xudo ato qilgan baxtliklar ichidagi birisi. Ba'zi odamlarni uchrashish orqali biz nihoyatda hayotimiz go'zallik bo'lsa, ba'zi odamlarni uchrashish orqali biz bir qism yaxshi bo'lmagan aslimlarni, yaxshi bo'lmagan bir narsalarni qo'limizga qoldirib qolishimiz mumkin. Lekin biz har bir uchrashish orqali Xudoning bir hikmatining bizda borligini bila olamiz. Shuningga o'xshash Xudo lekin har bir uchrashishda bizga bir xil savollarni, o'rgatishlarni, bir hikmatlarni bizga berib bizning hayotimizning texim mo'llalishi uchun, hayotimizning texim go'zallishi uchun, hayotimizni texim o'rganib bizning texim cho'ng, ya'ni ro'yijat o'sib yetilishimiz uchun yordam bo'lish uchun har bir irodasi bilan har bir odamlarni uchrashtirganligini, ya'ni bizning hayotimizda hargiz tasoddifilik, dal shu vaqtlik degan o'xshash, ya'ni tasaddubiy degan o'xshash shunday narsalarning emas, balki hamiz Xudoning irodasi, ya'ni Xudoning o'rlashtirish bilan bularga biz ishimiz degan o'xshash. Oxirsida men qarindoshlarga yana bir deb o'tadigan gap, ya'ni Ibrohim misol orqali bunday so'zni degan gap qoldi. İbrahimning Xudo sinagan vaqti bor. Isohni elib, ya'ni Xudo deydi, sen o'g'lingni, yolg'iz o'g'lingni, suydigan shu o'g'lingni menga atab qurbanlik qilgin deb shuna buyurgan vaqtida Ibrohim balasini oldi, o'tinni oldi, pichoqni oldi. Balası bilan shunday Xudo ko'rsatgan joyga, ya'ni 3 kunlik yo'l mangib shu joyga mangadigan vaqtida berib, haqiqatan Isohni o'tinning ustiga qilib, Isohni qurbonlik qilish oldida, ya'ni o'g'li so'ragan vaqtida deymiz, dada bizda o'tin bor, pichoq bor, lekin qo'y qaning, qo'zi qaning degan vaqtida Xudo Ibrohim nim deydi, balam qo'zini Xudo o'zi ta'minlaydi deydi. Ya'ni qurbonlik qilgan qo'zini, ya'ni Xudo uchun, ya'ni Xudo xursand bo'lgan shu qurbonlik qilgan qo'zini o'zi ta'minlaydi deb Ibrohim o'zi 100 yil kutgan shu o'g'lini Xudo ayamasdan Xudoning oldiga borib, qurbonlik qilish uchun qalbini jazm qilib, qalbini to'xtatib shuni apmingib qilgan vaqtida haqiqatan Ibrohimning shu ishonchi bo'yicha haqiqatan qo'shqa mungizidan ilinib qolgan qo'shqani ko'rdingizmi? Shu joyda muhim bir so'z var, ya'ni Xudo ta'minlaydi degan gap bor. Ya'ni bu Xudoning nasibasidir, Xudo nasibamdir degan o'sha shu. Hamsha Xudo ta'minlaydi degan gap bu Xudoning iltifoti degan so'z. Men bu shu ta'minlaydi degan so'zning ichiga kirib ketadi desam bo'ldi. Shunga o'xshash Xudo o'zi ta'minlayguchi. Ya'ni biz hayotimizni Xudoga atgan vaqtimizda Xudoning so'zi bilan, Xudoning o'rinlashtirishi bilan haqiqatan Xudoning ustimizda go'zal ishlarni planlab, go'zal ishlarni o'rinlashtirib olgan ishonchimiz bilan hayotimizdagi barliq narsalarning Xudoning xursandligi, Xudoning o'rinlashtirishi bilan to'lishini biz umid qilib, Xudoning so'zi bilan Xudoga talmirib yashagan vaqtimizda shunda bizning barliq muhtojliklarimizni vaqti soati kelganda Xudo o'zi ta'minlaydiganligini,
Her bir muhtaçlıklarımızı her bir vakti saat kelgende Xudo özünün ta'minlaydiganligini. Hem şunlarla bu ta'minlaydigan narsaning ichida oilam borligini biz bilalaymiz. Ya'ni oila degan Xudoning oldida, ya'ni Xudo bu oila orqali Xudo xursand bo'lgan bir oila, Xudo xursand bo'lgan bir avlodlarning paydo bo'lishi bu haqiqatan bir xushparahlik, qurbonlik vaqtimmi go'zal bir Xudoning ulug'ligini namoyon qiladigan bir ish. Xudoning ulug'ligini, shon sharafini sizning mehr muhabbatga to'lgan bir oilani qurish orqali sizning oilangizga shu mehr muhabbat eqib chiqadi. Bular gibi eqib chiqqan vaqtida atrofingizga hammasiga Xudoning xursandligi to'lgan bir oilaning qanday bo'lganligini siz ko'rsatgan vaqtingizda bu haqiqatan Xudoni nihoyat ulug'laydigan, Xudoni xursand qilgan bir oila ekanligini biz ko'ra olamiz. Shuningga o'xshash ayni shunday bir oilani, ya'ni shu Xudoga atalgan bir oilani qurish uchun sizning yerimingizni, ya'ni sizning bilan quradigan shu sizning yerimingizni Xudo ayni shunday ta'minlaydiganligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Shuning uchun qarindoshlar, ailəyə nisbətən biz hər vaxt ailəni özümüzün ölçümümüz bilən, yoki dünyadakı kişilərin ölçəmləri boyunca dünyanın ölçəmlərinə aid köpku. Məsələn, iş ornu barmı, yoki əgər biz vətəndə bolsaq aşnaqçılar köpdür, iş ornu barmı, vay uyu barmı, maşinisi barmı deyə o'xshash, yoki ota-onasi qandaq degan o'xshash atallara qaraydiganlar va nurg'un bir ikki juftning ikki yoshning biriga kelishini aytdi. Osonga to'xtamagan ahvollar bor, oson tushmaydigan ahvollar bor. Nurg'un to'sag'lar bor degan o'xshash. Lekin biz qalbimizni, oilaga bo'lgan o'y fikrimizni, o'zimizning juftimizga, yerimizga qo'ydigan o'lchimimizni, o'zimizning yer yuzidagi o'lchamlar bo'yicha tashqi qiyofatlarga va yoki ularning ahvollarga, sharoitlarga qo'ymasdan Xudoning so'ziga qo'ygan vaqtimizda bizga Xudoning eng mukammal bo'lgan yerini ato qilganligimizni biz ko'ra olamiz. Bo'libmi? Biz panda nasihatlar qaraydigan bo'lsak, panda nasihatlar 31-bob 10-oyat qaraydigan bo'lsak, kim alalaydi fazilatli ayolni ortiqdir go'hardimi uning qadr qimmati. Ya'ni qadr qimmat, ya'ni fazilatli ayol bu yerda kimni ko'rsatadi desangiz, haqiqatan Xudoning so'zi bo'yicha, Xudoning haqiqati bo'yicha yashaydigan buni panda nasihatlarni boshdan oxiri asos gavdasi bilan ko'rsak bo'ladi. Lekin mushu so'zning ustidami biz eng qimmatli bo'lgan, ya'ni oiladagi bizning kelgusi yerimizga bo'lgan o'lcham, ya'ni qadr qimmat, eng qimmat, ya'ni qimmatli bo'lgan o'lchamning nima deyishganligini fazilatda. Bu fazilat ya'ni Xudoning so'zi orqali yetishtirilgan bir fazilat deyishganligini biz bu yerdan ko'ra olamiz. Shunga o'xshash fazilatlik odamning tabiati Xudoning so'zi orqali o'zini isloh qilib, o'zini yetishtirgan shu fazilati haqiqatan bizning uchun, bizning kelgusi yerimiz uchun qo'ygan o'lchimiz bo'lgan degan narsani bu yerdan ko'ra olamiz. Yana o'xshash shu fan nasihatlar 31-bob 30-oyat qaraydigan bo'lsak, aldamchidir jalibkorlik, bir ko'pikdir husn jamol, maqtashga erishar Parvardigordan aymindan ayol deydi. Bunun nisbatan ya'ni bizda moba ya'ni chiroyga choy qo'yib ishkil bo'lamdi deydigan bizning ot so'zlarimiz bor. Shuningga o'xshash bizning o'lchimimiz mayli odamlarning ya'ni odamning ahvolida chiroyida bo'lsin yoki shu odamning sirtqi qiyofatlarda, sirtqi ko'rinishlarda, yer yuzida va sirtqi ahvollarda emas, balki bizning o'lchimimiz dal uning munbat tuprog'i bo'lgan qalbiga bo'lgan degan narsani biz bu yerda xulosalaymiz. Shuning uchun biz ham o'zimizning kelgusi yerimizga qo'ydigan o'lchamni bo'lsa, Xudoning so'zi ustiga qo'yib turib, Xudoning so'zlari bilan, Xudoning shu so'zini o'lcham qilib turib, ham o'zimizni, ya'ni bu nima desa, biz eng avval o'zimizni Xudoning oldida tanishimiz kerak. Ya'ni men Xudoning oldida, Xudoning so'zi oldida bilan o'zimizning o'y fikrlarimizni, o'zimizni isloh qilib, Xudoning nazari uchun o'zimizni ko'rgan vaqtimizda anondan keyin o'zimizning haqiqiy qanday odamga muhtojligimizni, ham Xudoning bizga yevatgan yerimining kim ekanligini anqira oladigan bir ya'ni qanday odam ekanligini anqira oladigan bir tunish, bir asosiy bir ko'z qarash shakllandi deb qarayman. Shuning uchun eng oldi bilan biz Xudoning so'zi bilan, eng oldi bilan o'zimizning qalbimizni isloh qilib, o'zimizning o'lchamlarini Xudoning so'ziga qo'yib turib, andan keyin boshqalarga qaragan vaqtimizda va boshqani ko'rgan vaqtimizda haqiqatan bizni farq eta oladigan qobiliyatlar shakllandi deb o'ylayman. Shuning uchun bugungi so'zni mushundaq bir Xudoning so'zi ustiga qo'yib turib bu savollarni bugun mushunchalik qilsak,
deb qarayman. Barliq qarindoshlarning ham oilasi uchun, o'zining kelgusi yerimi uchun haqiqiy Xudo xursand bo'lgan, haqiqiy Xudoning sevgisiga to'lgan bir oilani qurib chiqishini umid qilaman. Bu Pavlos mu deydi o, Korintiyalar yazılan 13. babda, yani dünyada e'tiqod, umid, mehr muhabbet mevcut bo'lib turdi, lekin bularning ichidagi eng muhimi bo'lgani mehr muhabbet to'g'ri degan o'sha. Shuning uchun sevgiga, ya'ni Xudodan kelgan sevgiga. Ya'ni biz bir olam yaratılışida o'tgan, ya'ni oilaga nisbatan, ya'ni Ayso Masih o'zini e'tiqodchilar jamoatchiligi qanchalik qurbon qilgan, fido qilganga o'xshash. Erlarmi ayollari uchun o'zini shunday qilqi. Erlarmi ayollarni o'zining tini, jiniga bir ashuna suyishini biz ya'ni er bilan ayolning munosabatini Ayso Masih bilan jamoatning munosabatiga bog'lab turib yashashga o'xshash. Ana shunday mehr muhabbat, ana shunday sevgiga to'lgan, ana shunday bir o'zaro Rabbning mehr muhabbatiga o'xshash ana shunday sevgiga to'lgan bir oilani, haqiqiy Xudo xursand qilgan bir oilani, ana shunday Xudoning Rabbning sevgisi shu oila orqali, shu bir juftning oilasi orqali eqib chiqadigan, boshqalarga haqiqiy nur kabi, parlaq nur kabi o'zining oilasidagi sevgi mehr muhabbatini boshqalarga ham haroratini tushira oladigan shunday bir oilani bizning yoshlarimizni qurib chiqishini umid qilaman. Hammamiz duo qilaylik.